Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Topdagi barliq qarindoshlar, hammalarga Allohning salom va mag'firati barakati bo'lsin. Qarindoshlar, 2-3 kundan beri vatanimizda bo'lgan qirg'inchilikning munosabati bilan barliq qarindoshlarning yuragi qonga to'ldi. Bu munosabat bilan men meyda garchi burun yo'llangan bo'lsa-mu, ikki videoni takrar yo'llab qo'ydim. Chunki bu videodagi Urumchida namoyish qilib ko'chalarga chiqqan kechalardimi ketmay ishada Xitoy kommunist hukumatiga qarshi qo'zg'olon ko'tarayotganlarning hammasiniki asosan Xitoy ekanligi o'tirib chiqyotidi. Buni mening bir askartadigan yerim qarindoshlar, bu videoni obdan qarasanglar, videoda Sun Jung-sanninki rasm bor. Bular shu yerda Xi Jinping taxtdan tushish tog'otidi. Demak, bu yerda Kuomintang partiyasi istixborot jihatda harakatga o'tdi degan gap. Ya'ni Tayvan mushu Uyg'urlarni qirg'inchilik qilish bahonasidan foydalanib Tayvandagi Kuomintang partiyasi Xitoy Kommunist partiyasiga qarshi harakatga o'tdi. Qarindoshlar. Bu biz uchun nihoyat yaxshi fursat. Biz qanday qilishimiz kerak? Biz bu yerda to'plarda urib, yig'lab, qo'rqyapni qilib, u Xi Jinpingni tillab, Xitoy o'l, pöl, uni bu degan bilan o'lmaydi qarindoshlar, ajil to'shmasa o'lmaydi. Bu yerda u vatandan chiq, uni qil, buni qil degan bilan u vatandan chiqib ketmaydi. Albatta duoni qilamiz. Bizniki ahli ilm o'limalarimiz duoga uyat turib duo, bu yat turib duo, namoz duoga shuni tashabbus qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda sen o'zingni o'zgartmaguncha men seni o'zgartmayman degan. Ma'nosini unutib qelyapti. Ma'ni Allohniki ma'u ulug' buyrug'ini unutib qelyapti bu ahli ilm o'limalar. Qur'oni Karimda Alloh taolo seni yurtlaringdan qo'g'lab chiqarayotganlarni senmi yurtlardan qo'g'lab chiqarayot degan. Senmi ularni qo'g'lab chiqarayot degan. Qur'oni Karimda yana Alloh taolo ey mu'minlar, men sizlarni jihodga chiqinglar desam, sizlar nima ishga chiqmaysizlar degan. Yana Qur'oni Karimda qeri bo'l, yosh bo'l, boy bo'l, kambag'al bo'l, kuchli bo'l, ojiz bo'l, hammanglar jihodga chiqinglar degan. Bu narsalarni tashviq qilmay, hozir zulm yig'lab kechki duo qilaylik. Uyat bu yerda odamni yig'ib duo qilib qo'yib, xotirjam u yerda yaxshi ichib yetyapmiz qarindoshlar. Buni bilan Alloh bizga yordam qilmaydi. Allohning bizga buyurgan buyrug'i sen duo qil, men seni qutqizaman degan gap yo'q. Qur'onda unda deb buyruq qilmagan Alloh. Sen duo qil, men seni qutqizaman demagan. Sen o'zingni o'zgartmaguncha men seni o'zgartmayman degan. Sen o'zingni o'zgart degan gap. Sen chiqma inqilobga. Sen zulm qo'shirayotsan, men zulmdan sen yengaman deb chiq, men sana yordam beraman degan gap. Men zulmdan qutulaman. Men zulmda o'layotgan, qirilayotganlarni men qutqizishim kerak degan deb shu niyat bilan sen men jonni alqon qilib chiq, men sana yordam qilaman degan gap. Mani nimishki biz tashviq qilmaymiz, mana Allohning buyrug'ini nimish tashviq qilmaymiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo zulmga uchrayotgan xalq menga qo'l ko'tarib, ey Rabbim, bizni mush zulmdan qutuldirgan, mush zolim qavmdan qutuldirgan bizga bir yo'lboshchini avatib bergin. Bizni ma zulmdan qutuldirsin deb nida qilyapti. Sen nimishki jihodga chiqmaysan degan. Qur'onda degan mening gapim emas. Buni nimishki ahli ilm o'limalar nimish tashviq qilmaydi. Nimishki jihodga chiq deyishdan qo'rqidi. Nimishki jihodga chiq deyishdan bu ahli ilm o'limalar shu Qur'onni o'rganayotgan odam nimish qo'rqidi.
Nimishki ma mujohidlarning sepiga ketilib, ma Xitoy tajovuzchi kofirlarga qarshi ma jihad chiqib vatanimizni tortib olaylik deb nimishki o'tirg'i chiqmaydi ma ahli ilm o'limalar. Ahli ilm o'lima desa, biz payg'ambarning varislari deyki, payg'ambarning varislarining bir tal tuki yoki bir tal purug'i bo'lmasa, Qur'onda Alloh taolo ahli ilm o'limalar payg'ambarlarning varislaridir degan. Uning sharti bor, sharti. Payg'ambarlarningki varisi bo'lish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima qilgan bo'lsa, shuni qiladigan, shuni qilayotgan, shuni turmushiga tatbiqlayotgan bo'lish kerak. Qo'saq vaqti emas. Bir tal lag'manning bir qach poloning quli emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ey Rabbim, ma zulmdan bizni qutqazgin, ma kofirni yo'q qilib bergin deb o'yda o'tagan bo'lsa, Alloh yo'q qilib beradi. Shuni qilmay jihadga chiqqan nurg'a yerlari yaralangan. Toyibda chammi kesak qilib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chammi kesak qilib ig'ir yaralantirgan chaqdimi? Ha? Jibril alayhissalom kelib, sen Allohga duo qil, Alloh gumroh qo'ydi desa, yo'q, ular bilmaydi deb shuni duoni qilmagan. Payg'ambarning qilgan duosini Alloh ijobat qiladi. Qiladi. Ya Rabbim, men jihadga chiqmayman. Ma kofir qavmni yo'q qilib ber deganmiz qilib beradi. Lekin uni demagan. Sahobalar bilan jihadni qilgan. Men ma'u payg'ambarning varisi deyish uchun siz mush payg'ambarning qilgan ishini qilishingiz kerak. Ummatni boshlashingiz kerak. Ummatni nega payg'ambarning yo'liga boshlashingiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening varislarim uyangda o'tirib, yeb, ichib, duo qilib Allohdan so'ra, boshqa ish qilma demagan. Sening duoring mening duorimdimi? Yuqori o'rinda turdi, uyda yetilib duo qilsang, seni zulmdan qutqizib berdi Alloh demagan. Allohning eng yaxshi ko'rdigan odami Allah do'stim degan. Hatta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot topganda ko'kda ya Muhammadin degan ovozlar yangrab ketgan bir zot Allohga meni ma qavmim bilan qutqizib bergin, ma kofir qavmdan deb duo qilmagan tursa, bu duo degichi jihad demamsa. Jihad deyishmamsa, bir ahli ilm o'limaning og'zidan 10 necha yil, 20 yildan beri ma jihadga chiqayli deganni mujohidlardan boshqa yerdan anglab boqmadik. Hozirgacha biz gaqinmadik. O'zimizning qonini o'zimiz ichib etmayli. O'zimizning poqini hammaga chechib, hammani sesib etmayli deb gaqinmadik. Eğer basını açıklamışsa, nima senin basını açıklamang? Ha? Ayak verip jig'in aniq mani qilamiz, meyak verip jig'in. Nima senin jig'iningdan nima kerak? Nima o jig'ining? Nima? Nishoni nima? Maxfiy emas jig'ining. Xitoy askari o'ltiribsa, qiribsa, apangni xotin qilib ustiga chiqib yetivotsa, adangni singlingni xotin qilib ustiga chiqib yetivotsa, qizlaringni xotin qilib, 2 ballik, 3 ballik bo'lib bo'ldi hozir Xitoy. Balalarni ko'rsatyapti Uyg'ur Xitoylarni. Uning bilan chatqing yo'q. Xitoy beshi cho'shqa boshqa yeri qo'y bir narsani chiqarib qo'ydi. Va Xitoy mani chiqarib biz Uyg'ur xalqimizni haramni yegizibdi deb namina davron solsan. Qizlaringni, adlaring, singillaringni xotin qilib, ash cho'shqiga o'xshash balalarni ko'tarib chiqsa, men bunda qilib bordi deb yuraging yetishmaydi. Qirg'in qilib bordi hozir. Ahli ilm o'limalarning ichida jihadga chiq, Alloh buyurgan.
delenmegen ahli ilim ölüme emes. Resim bak o taqadı bir eşekni üstüne taqadı bir kitabını atıp koygan. Şunu okşaşla. Şunu okşaş. Muşunçu ola qırgınçılık qılwatsa, Allah'ın buyruğu iniq tursa Qur'anda, dasturimiz Qur'anda, Allah'ın sözü bolgan Qur'anda cihatga çık. Qavmimizni qo'lini ko'tarib duo qilib, "Ya Rabbim bizga bir boshlamchini aka, ma zulmdan qutqazsin bizni" deb tilovatidir. Mendan tilovatidir. Nimishki sen cihat chiqmaysan davotsa, cihatga da'vat qilmagan ahli ilm ulamo payg'ambarning hech nimasi emas. Payg'ambarning yo'lidagi odam emas. Bu bir tema katta. Endi ma Uyg'ur xalqi, Uyg'ur xalqi. Bu aşxana restoran kirsa to'shaq, liq tamoq yetishmayotgan. Kebab yetishmayotgan, tono kebablar yetishmayotgan, samsun manti pololar yetishmayotgan. Oshpaz etib ulgurolmayotgan. Vatanda millat manda ko'ray desa shu tamoqning bir rasmini ko'rolmayotgan. Numus qilaylik, qarindoshlar, numus qilaylik. Zar yig'lab yemak yo'q, ichmak yo'q, o'layotidu, qirilyotidi, tugayotidu. Necha so'mdan kilosi, necha so'mdan go'shtni ilib, bu ya subhanallah. Do'glab qo'yib yeyotgan bu millat. Aldığınız tamoq kelsa, vatandagi qarindishingiz ko'z oldingiz kelmamdi, qarindishim. Mandaq musibat vaqtlarda oshxonlar ziyon tasib bo'ladi, tijoratni mangmay. Voy bir tema o'tirib tushsa, bu temaga kirmaydigan Uyg'ur yo'q ekan. Bu siyosatning ichiga qassobmi kirdi ekan, baqqalmi kirdi ekan, kebabchimi kirdi ekan, ko'chadagi bekorchimi kirdi ekan. Hammasi gap qiladi ekan. Amaliyotda bir odam yo'q. Ya ma jihatga chiqadiganqa bir tayyorlik qilmamsiz? Nega borimiz desangiz, kelmamsiz, bordigan ko'rsatmamdi. Mushuncha bola qirg'inchilik bo'lib ketsa, nima qilamiz? Qanday qilamiz deb qo'yib, yo'qolib ketgan. Ma jihatga Alloh taolo qanday qilganini davotidi qarindoshlar. Jining bilan, miling bilan, bolalaring bilan chiq davotidi. Ko'rsatib beryapti qanday qilganini. Qeri bo'l, yosh bo'l, kuchli bo'l, ojiz bo'l, er bo'l, xotin bo'l, chiq davotidi. Hammani Alloh ko'rsatib beryapti, Qur'onda bor. Bu Allah yani köstüp bermez. Yani kimden sorayımız qanday qilamiz deb. Ya şu cinimizni, şu milimizni, şu cihatga yiş toşkan ballarimizni ip kelsak, mağadigan yol chiqadi-ku. Mana biz tayyor olduk desek chiqadi-ku mağadigan yol. Ya uyda o'tirib, to'tamni ishida o'tirib olib, ya o'zimizni ko'rsatmagan, ya bir kimligimizni bildirmagan, g'oyivona namozini tushirayotganlarga o'xshash vat so'zlagan odam yo'q. Zuamba odam yo'q. Mo'shunchalar qirg'inchilik bo'layotsa, Xitoy, Gomindan Xitoy chiqibdi. Demokratik qari Xitoylar. Uyg'urni bahona qilib, bizning vatanni Urumchidagi qirg'inchilikni bahona qilib, biz nima qotimiz o'tiryapmiz. Ya mo'shuncha olamiz sharafsiz millat olamdamda. Bu dunyoda millat bo'lam, mo'shuncha olamiz sharafsiz millat olamdamda. Mengvatganlar qilyapmiz. Uyat berib yig'lab, uyat berib yig'lab olib qo'yib, biz vatanni qutuldirishga mujodala qilyapmiz. Nima mujodala u? Nima qilib? İnsanlar qilayotgan ishga natijaga qarash kerak, natija. Bu 1 yil, 2 yil, 10 yil qilgan bir ishdan hech natija chiqmasa, yana biz mujodala qilyapmiz deydiganlar ekan. Ya sizning mujodalangizda nima natija bo'ldi? Nima qildingiz?
Bir Uyg'urning bir tal tukini yulib akab qutuldira oldingizmi? Uyg'urning o'zini emas, bir tal tukini qutuldira oldingizmi? Tukni, tuk. Ma natija qarash kerak. Pulni hashlab, aeroplanga o'tirib, ayak uchib, endi uni bir chet ellikni ko'rishib qo'yib, meyada u bir chet ellikni ko'rishib qo'yib, ha Uyg'urlar deb qo'yib, "Vo, Uyg'urni tilga oldi" deb hozir zodi butun dunyo Sharq Turkiston bo'lib ketgandek. Butun dunyo bizning vatanimiz bo'lib ketgandek, beshimiz osmonga taqishib, zodi o'zimiz ko'kda laylab yurgandek his qilib qolamizki. Natija nima natija? Shu natija shu bir chatallikning sizga degan voy Uyg'urni qiribdi Xitoy yoki turmaga solabdi degan gapi bilan bir Uyg'ur chiqdimi? Bir Uyg'urning bir tal tukini yulib, mana men Uyg'urning tukini akab berdim deb berdimi qo'lingizga? Natija qarash kerak qarindoshlar. Ya mushunchalar zulm bo'lib ketmas. Bu birmi odam bir gap qilarmikin, bizning damikin, ma bir to'planayli, ma to'planib menayotganlar borkan, ma jihad qilayotganlar, ne bir mujohidlarimiz bilan birga jam bo'lib, ma qash teshikdan kirdiganning bir g'imini qilayli. Ma mili yo'qos, milimiz bala pul iqtisodni chiqarayli. Can tayya, can bermen davatgan mujohidlar tayya. Minglab, 10 minglab bor jon berman deyotganlar. Shu jon berman deyotganlarning qo'liga bir narsani tutqizdigan, mal berdigan inson yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalariga men sizlarning dininglardan chatnab ketishinglardan ansirmayman, mol dunyoga berilib ketishinglardan ansirayman degan mana shu ishni deyotdi, shu ishni. Men musulmon deb yursiz. Tapqan pulunuzda 10 tiyin pulni ma din uchun, ma vatan uchun, ma millat uchun sarf qilishga ra'yingiz bo'lmaydi. Hatta katta mashina bilan bekor taqatga yelada unma yurishni ilib yapib yavatsiz nomus qilmay. Qarindoshlar, bundaq bu sharafsiz bo'lib ketmaylar. Odam bo'laylar, odam. Ölüsü zaman ölümüz. Aman ölümüz. Ölüştün burun Allah'ın aldığı bir ak yüzlük bulup berişke tırışaylı qarindoshlar. Melun, ben sana bergen mal dünyanın neye işlettiğiniz, nime deymiz? Qilib qapti o dünyada. Balchaqlarimni endi qilib qoldi. Dalalamsiz shu vaqtida. 44-yillik Sharq Turkiston Cumhuriyeti Enver Musaboyev sonini bilmaydigan bütün mal dünyası bilan, mal chorvasi bilan, zavodlari bilan, hatto yayloqlari bilan qo'shib shu vatanga taqdim qilayotgan. Uning milliondan bir qismini qilmayapmiz. Ya mushunchalar qirg'in bo'lib ketib qolsa, ochiq yo'q etib qolsa, video kilovatsa bilmagan bo'lsak ya rasmida yog'anmi mushunchalar bo'lib ketib qolsa, qarindoshlar, bir ozroq bir vijdonimizni yuvib boqayli, vijdonimizni tozalab boqayli, bunday qilmaylar. Chiqingma jihatga. Jihatga chiqaman deb keling. Maslahatishimiz, qilishimiz. Mana men tayyor. Odam bo'lsa odam, mal bo'lsa mal. 10 tiyin chiqara olsangiz 10 tiyin chiqaring. Ma Xitoy tajovuz kofirlar qarshi harakatni boshlaylik qarindoshlar. Alloh hidoyat qilsin.